har qanday odam uchun aynan plug-in gibrid versiyasi mos. Respekt, BYD zo'r. Konditsioner bor o'rtoqlar. Bu yerdan boshingizni chiqarib, jinnicha xurmacha qilganini qila olmaysiz. Erlab ketadi. Endi bu muammoni yechdik azizlar. Siz skorshlaringizni o'ng qo'lda hal qilib ketsangiz bo'ladi. Lekin passajir tarafga bo'ladigan bo'lsa, bunaqa imkoniyat yo'q. Elektrda monitorimiz aylanardi. Bunda faqatgina mana shu holatda turar ekan. Bizda ISOFIX bor. Elektrda ham gibridda ham yo'q azizlar. BYD Yuan-Up'ning yangi versiyasi kimlar uchun mos? Nima deb o'ylaysiz? Oldingisi yaxshiroqmidi yoki bu yaxshimi? Buni ham izohga yozing. Bu stansiya, ya'ni shu bilan bemalol mashinangizni kechqurun zarblab qo'yib, ertalab yana olib chiqib ketaverasiz. O'zimizga mosini tanlab bosaveramiz. Bizga beriladigan eng ko'p savollardan bittasi bu: agar men Yuan-Up oladigan bo'lsam, to'liq elektr olishim kerakmi yoki gibridmi? Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, aynan shu savolga javob topamiz. Orqamda turgan mashina bu Yuan-Up DM-i hisoblanadi, ya'ni bu plug-in gibrid hisoblanadi. Plug-in gibrid o'zi nima deyotgan bo'lsangiz, aynan mana shu havola ustiga bossangiz, bu haqida to'liq video tayyorlaganmiz, ko'rib olsangiz bo'ladi. Bugun biz aynan mana shu savollarga javob beramiz va mana shu plug-in gibridni sizga obzorini qilib beramiz va shu bilan birgalikda elektr bilan solishtirib o'tib ketamiz. Va bu yerda biz kuzovda qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, salon qismida qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, motor qanaqa tortadi, batareykasi qanchaga yetadi, hammasini shaffof ravishda sizga aytib beramiz. Eslatib o'taman, men bu mashinani maqtamoqchi emasman. To'g'ri, biz aynan mana shu mashinalarning savdosi orqasidan daromad topamiz. Lekin biz sizga mashinani yomon joyini yomon deymiz, yaxshi joyini yaxshi deymiz. Chunki biz sizni yana bizga mijoz bo'lib qaytib kelishingizni xohlaymiz. Ertaga ko'z-ko'zga tushgan paytda so'kinib yurishingizni emas. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Tashqi ko'rinishiga qaragan paytimizda deyarli o'zgarish sezilmaydi. Chunki o'sha faralari BYDning o'zini mualliflik faralari juda ham chiroyli turadi. Bu yerda bittagina farq bor. Ya'ni bu yerda motor sovutish uchun havo o'tadigan joy qoldirilgan. Elektrda esa bu narsa yo'q. Agar shu joyini inobatga olmaganda, elektr bilan old tomondan qaraganda umuman farq sezilmaydi. Xo'p, yon tomondan qaragan paytda nima o'zgarishlar bo'lgan degan savol sizni ham qiynayaptimi? Aynan shu savolning javobini men sizga beraman. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgan emas. Hammasi shu joyda turibdi. Elektrda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Masalan, mana bu ruchkalarni oladigan bo'lsak, o'sha aerodinamikaga xizmat qilishligi uchun tashqariga chiqarib emas, balkim ichkarida qilib qo'yilgan. Faqatgina bitta kichkina joyda o'zgarish bo'lgan, u ham bo'lsa mashinaning diskasida. U ham faqatgina dizayn tomonlama. O'lchami, razmeri hammasi bir xil turibdi. Baloni ham xuddi elektronikiga o'xshab 16 lik balon qilingan. Endi bu yerda bitta masalani ko'tarishimiz kerak. Ko'pchilikka 16 lik balon kichkinaroq ko'rinadi, ya'ni sal ko'rimsizroqdek tuyuladi, lekin biz yo'llarimizda xavfsizlikni ta'minlab bera oladi. Lekin siz yo'q, bu sal mashinani xunuk qilib qo'ygan, men chiroyliroq ko'rsatmoqchiman deydigan bo'lsangiz, siz 17 lik taqishingiz kerak bo'ladi. Lekin shu joyda bitta narsa bor. 17 lik bizni yo'llarimizda unchalik xavfsizligiga javob bera olmaydi. Ya'ni siz oldingizda endi ikkita tanlov bor. Yo mashinani chiroyli qilib yurishingiz kerak bo'ladi yoki xavfsiz olib yurishingiz kerak bo'ladi. Yuan-Up'ning yangi versiyasining orqa tarafidagi dizaynga keladigan bo'lsak, dizayn o'zgarmagan, xuddi oldingiga o'xshab o'z holatini saqlab qolgan. Agar siz plug-in gibrid haydayotganingizni kimgadir maqtanmoqchi bo'lsangiz, faqatgina DM-i yozuvi orqali maqtansangiz bo'ladi. Qolgan hamma joyi oldingisi bilan bir xil. Umuman olib qaraganda Yuan-Up'ning yangi versiyasini tashqi dizayni deyarli o'zgarmagan. Bu aqlli qaror bo'lgan deb o'ylayman, chunki Yuan-Up'ning mana shu dizayniga juda ham ko'pchilik o'rganib bo'lgan, juda ham ko'pchilikga bu narsa yoqqan. O'shaning uchun to'g'ri qaror bo'lgan deb o'ylayman, lekin eng katta o'zgarishlar bizni salon qismida kutib turibdi. Ketdik, ko'rib chiqamiz. Xo'p, eshikdan boshlaymiz. Eshikda yumshoq plastik ishlatilgan bu yog'iga. Mana bu qo'limiz bilan ushlaydigan joyimizga bo'lsa, eko koja ishlatilgan. Ushlagan paytingiz qo'lingizga ham приятный bo'ladi. Xo'p, sidinaga keladigan bo'lsak, rul tarafida elektr sozlash knopkalari bor. Adashmasam 6 xil funksiyani bajaradi bular. Bunisini tepaga ko'taradigan bo'lsam, suyanadiganimiz tepaga chiqadi. Orqaga qiladigan bo'lsak, orqaga qaytadi. O'zimizga qanaqa komfort bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilsak bo'ladi. Lekin bu faqatgina rul tomonda bunaqa elektr. Passajir tarafga bo'ladigan bo'lsa, bunaqa imkoniyat yo'q. Bu knopkali. Elektrda bo'lsa, har ikkala tarafda ham xuddi mana shunaqangi elektr qilib qo'yishgan. Ko'rdingiz-a? Elektrni
bundan ustun tarafi shu. Xo'p, endi monitorga keladigan bo'lsak, monitor dizayn tomonlama deyarli bir xil, lekin men bitta tomoniga hayron bo'lib qoldim. Elektrda monitorimiz aylanardi. Bunda faqatgina mana shu holatda turar ekan. Ana endi bar qismiga keladigan bo'lsak, o'zgarish yo'q. Elektr bilan bir xil, lekin bu yerdagi selektor ko'chgan bu yerga. Ya'ni endi siz skorsalaringizni o'ng qo'lda hal qilib ketsangiz bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu qanchalik qulay yoki noqulay? Buni izohda yozib keting. Va mana bu joyga keladigan bo'lsak, endi bizda tez quvvatlash funksiyasi bor. Ya'ni 50 vattgacha tez quvvatlab beradi. Elektrda bo'lsa, tez quvvatlash u yerda yo'q edi. Va undan tashqari sovutadigan sxemasi ham bor ekan. Sovutib turadi, ya'ni telefoningiz qizib ketib qolmaydi. Bu ham elektrda yo'q edi. Plyuslari mana shular. Ya'ni salon qismida shu va undan tashqari yana bitta zo'r tomoni bor ekan. Bu yerda endi siz ochkilaringizni, ya'ni ko'zoynalaringizni solib qo'ysangiz bo'ladi, idish qo'yib qo'yishibdi. Bu ham menimcha yaxshi. Endi panel qismiga keladigan bo'lsak, panel qismini dizayni o'zgargan. Hozir o'zingiz ham farqini ko'rsangiz bo'ladi videoda. Nima deb o'ylaysiz? Oldingisi yaxshiroqmidi yoki bu yaxshimi? Buni ham izohda yozib keting. Fikringiz biz uchun muhim. Endi mana bu knopkalarga keladigan bo'lsak, bu yerda ham knopkalarning dizayni ketma-ketligi o'zgargan va bu yerda yana bitta qo'shimcha knopka paydo bo'lgan. Bu bo'lsa mashinani elektr yoki gibrid rejimiga o'zgartirish. Bu yerda AV, ya'ni biz tilimiz bilan aytganda F deydigan bo'lsak, bu elektr rejimiga o'tish hisoblanadi. HAV, ya'ni biz tilimiz bilan aytganda HEV bo'ladigan bo'lsa, bu gibridga o'tkazish hisoblanadi. Ya'ni o'zimizga mosini tanlab bosaveramiz. Ana endi salon qismini rangiga keladigan bo'lsak, plug-in gibridda juda ham zo'r bo'lgan, ya'ni to'liq qora rangi bilan chiqqan. Ayniqsa bu bizning mentalitetimizga juda ham zo'r rang, chunki biz bola sevar xalqmiz, bolamiz ko'p, bolalarimiz bilan juda ham ko'p yuramiz mashinada. U yoq bu yog'ini chizgan, qirgan, tirnagan paytida qora ayni muddao uncha-munchaga sezilmaydi. O'shaning uchun qora eng zo'r variant deb o'ylayman. Nima deysiz? Aynan mana shu rang bizga qanchalik mos? Sideniyamizni boshimizni qo'yadigan joyi elektrnikiga qaraganda biroz boshqacha bo'lgan. Elektrda qo'shilib ketganda bunda alohida, ya'ni o'zini sug'urib olsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari bizda panorama qismimiz bor. Xo'p, bu yerda ochadigani mana ochamiz. Bitta no tarafi buni faqatgina pardasini o'zi ochiladi, oynani ochib bo'lmaydi. Ya'ni bemalol tomosha qilib ketsangiz bo'ladi, lekin bu yerdan boshingizni chiqarib jinnicha, xurmacha qilganlarni qila olmaysiz endi. Shu tomoni zo'r bo'lgan. Xo'p, endi orqa qismiga keldik. Bu yerda o'tirgan paytingizda qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, meni o'zim 1.83 bo'yim. Bemalol o'tiribman, mana oyog'imdan keyin ham oyog'im tugagandan keyin ham yana ozgina joy bor. Yana bitta zo'r tomoni, elektrda bu yo'q, endi gibridida bor ekan. Bu yerda ham konditsioner bor o'rtoqlar. O'zingizga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Endi orqadagilar ham dimlanib ketmaydi, mazza qilib salqingina ketadi. Sidinaga keladigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, sal teparoqga chiqqan. Endi siz komfortroq ketaman deydigan bo'lsangiz, bu yoqda bitta ilgichi bor. Shundoq ko'tarasizda mana. Endi bemalol kelsangiz bo'ladi. Pol qismimizga keladigan bo'lsak, bu yoq tekis o'tgan tog'chasi bo'lardi-ku, o'sha tog'cha yo'q bu yoqda ham. Bemalol kelsangiz bo'ladi, oyog'ingizni qo'yib. Biz o'rtada ketadigan odam bechara mana ketardi oldinlari. Mana ketardi-ku. Shunaqa narsa yo'q endi. Bu yoqda o'rtada ketadigan odam ham oyog'ini qo'yib bemalol odamga o'xshab harakatlansa bo'ladi. Keyin ko'p mashinalarda bo'lardi. Bu yoqdan bar chiqib kelardi o'rtasidan. Elektrda ham, gibridda ham bu narsamiz yo'q azizlar. Ha, aytgancha orqa o'rindiqdagi yana bitta funksiyani aytishimiz esidan chiqib qolibdi. Bizda ISOFIX bor. Ya'ni siz farzandingiz bilan mashinada ketmoqchi bo'lsangiz, ya'ni chaqaloqingiz bilan farzandingizni o'rindig'ini qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz chap tarafdagi sidinaga, xohlasangiz o'ng tarafdagiga qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Ikki tarafda ham bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, orqa tarafdagi menga eng yoqqan narsa bu konditsioner qismi bo'ldi. Chunki juda ham ko'pchilik orqada ketgan paytda issiqda dimlanib terlab ketadi. Endi bu muammoni yechdik azizlar. Ana endi bagaj qismini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda elektron emas, ruchnoy bo'ladi. Qo'lda ochamiz. Shunday ko'tarsak o'zi olib ketadi bu yog'iga. Ichkarisi keng. Uncha-muncha uyga ro'zg'orlik qilgan paytingizda ham, bozorlik qilgan paytingizda ham bemalol normal narsa sig'dirib olsa bo'ladi orqasiga. Endi ichidan nimalar chiqadi degan savol, bular nima degan bo'lsak, bu o'zimizning narsa emas, bu o'zi bilan keladigan narsalari. Xo'p, bu yerda sumkachasi bor. Ko'rishingiz mumkin. O'zini zaryadlash moslamasi.
Bu bilan zaryadlasangiz bo'ladi. Mana bu qutini ichidagi nima deydigan bo'lsangiz, bu stansiya, ya'ni o'zingizni uyingizga buni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Shu bilan bemalol mashinangizni kechqurun zaryadlab qo'yib, ertalab yana olib chiqib ketaverasiz. Bu ayniqsa birinchi domda turadiganlarni, birinchi etajda yashaydiganlarga va uchastkada turadiganlar uchun, hovlida turadiganlar uchun juda ham zo'r hisoblanadi. Umumiy olganda bagajimizda ham o'zgarish bo'lmagan, xuddi o'sha bagaj. Shunaqangi bir ortiqcha narsasi yo'q, lekin o'zi Yuanapni bagaji anchagina keng, o'zi juda ham ko'p narsa sig'dirsa bo'ladi. Shaxsan menga yoqadi, ko'p narsalar sig'adi. Buni ham tegi qismi bor, ya'ni tegiga narsa qo'yib qo'yishingiz bo'ladi. Hozir bu yerda, ya'ni o'zini asbob uskunalarini qo'yib qo'yishgan bu yerda. Endi xudo saqlasin, nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, buni kiyib olasiz, o'sha nur qaytarib turadi. Sizda nimadir avariyniy holat bo'lganligini bildirib turadigan jiletkalargacha bor ekan. Respekt, BYD zo'r. Xo'p, yopilishi ham ruchnoy bo'ladi. Shunaqangi knopka bilan yopilmaydi, qo'yib olasiz, o'zi quchoqlab oladi. Xullas, elektr bilan solishtiradigan bo'lsak, deyarli o'zgarish yo'q. Birga bir. Ana endi motor qismiga keldik. Bu yerda 1.5 litrli va 4 silindrli motor joylashgan va bu 197 ot kuchiga ega hisoblanadi. Aynan mana shu motorimiz. Va bilishingiz uchun bu yerda elektrni benzinga yordamchi qilib qo'yishmagan, ya'ni motorni. Naborot bo'lgan bu yerda, ya'ni elektr motorga benzinli motor yordamchi hisoblanadi. Buni ikkita vazifasi bor. Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Birinchisi batareykani zaryad qilib boradi. Ikkinchisi bo'lsa kerak bo'lgan paytda reduktor orqali quvvat qo'shadi. Endi biz eslab qolishimiz kerak bo'ladigan va eng muhim raqamlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Batareya 18,18 kWh sof elektrda 110 km deb va'da qilinadi. Umumiy yurish masofasi 1100 km to'liq batareya va to'liq bak bilan. Gibrid rejimida 100 km ga 3,1 litr benzin yeydi deb yozilgan, lekin bundan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Bu shunchaki hujjatda aytilgan raqamlar. Maksimal tezligi 180 km hisoblanadi, dasturiy jihatdan cheklangan. Tepada sanab o'tilgan raqamlarning hammasi standart holatda aytilgan. Ya'ni buni tekshirib ko'rish uchun standart tekis yo'llar, hamma narsa inobatga olinib, o'sha joyda test ko'rib keyin aytishgan. Agar bu narsani biz o'zimiz yo'lga olib keladigan bo'lsak, raqamlar biroz o'zgarishi mumkin. Misol uchun 110 kilometrning o'rniga 70-80 kilometr bo'lishi mumkin. 3,1 litrning o'rniga balkim undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Misol uchun batareykaning foizi taxminan 20-25% ga tushadigan bo'lsa, mashinani o'zi avtomatik ravishda gibrid rejimiga o'tib ketadi. Ya'ni siz elektrda to'liq yura olmaysiz. O'shani hisobiga ham litrni hajmi oshib ketishi mumkin. Faqatgina 3,1 bo'lib qolmaydi. Bu standart holatga nisbat berib aytilgan. O'shaning uchun aynan mana shu joylarini inobatga olib qo'yasiz. Xullas, bugungi obzorimiz shulardan iborat edi. O'zingiz ham ko'rdingiz, elektr bilan solishtirib ham ko'rdik, o'zlarining xususiyatlarini ko'rsatdik. Nima deb o'ylaysiz? Elektr bundan yaxshiroqmi yoki gibrid yaxshimi? Siz uchun aynan qaysi biri mos deb o'ylaysiz? Buni izohda yozib keting. Fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Endi bitta savol tug'iladi. BYD Yuanapning yangi versiyasi kimlar uchun mos? Hozir shu savolga javob beramiz. Agar siz faqatgina shaharning ichida yuradigan bo'lsangiz, ya'ni ishxonangizda, uyingizga borib kelib yuradigan bo'lsangiz, bir kunda 50-60 kilometr atrofida masofa bosib o'tadigan bo'lsangiz, sizga bu juda ham mos hisoblanadi. Chunki faqatgina elektrni o'zi bilan ishlaringizni bitkiza olasiz, ya'ni benzin quyib ortiqcha xarajat qilmaysiz. Agar siz men haftada bir marta yoki oyda 1-2 marta tog'ga ham chiqib kelishim kerak, dam olishim kerak deydigan bo'lsangiz ham aynan mana shu versiya sizga mos keladi. Chunki benzin quyib olasiz, bemalol tog'ga ham chiqib kelsangiz bo'ladi. Agar siz viloyatlarga qatnayman deydigan bo'lsangiz ham bu mashina sizning talabingizga javob bera oladi. Ya'ni har qanday odam uchun aynan plug-in gibrid versiyasi mos. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar videoda ko'rdinglar. Undan tashqari B Groupning rasmiy ofisiga keladigan bo'lsanglar, yana ham o'zingizlar kelib test drive qilsanglar ham bo'ladi va undan tashqari hozir sizlarga mana shu mashinani B Groupning bitta xodimi test drive qilib ko'rsatib beradi. Unda ham ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zini qanaqa tutadi, xarakteri qanaqa, yana ham bilib olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun test drive'imizda BYD Yuanap gibrid avtomobili. Shu mashinani hozir siz bilan jonli test drive qilib ko'ramiz. Hozir mana parkovkada turibmiz. Shu mashinada o'tirib, meni haydashda birinchi e'tibor beradigan narsangiz, qulaylik tarafi CarPlay bor. Misol uchun o'zi anaqa ekran tursa, mashinada Bluetooth, telefonda Bluetooth yoqib o'tirgan bo'lsa, mashinaga o'tirishingiz bilan o'zi avtomatik ulanib oladi. Mana hozir men misol uchun ishxonaga borishga buni yoqib qo'yganman. Navigator telefoningizda nima bo'lsa, o'sha narsani bu yerda ko'rsatib turadi. Undan tashqari chiqayotganda rulimizda 360 kamera bor. 360 bosadigan bo'lsak, mana ekranni tepamizdan qanaqa turganimizni ko'rsatadi.
va yon orqa har xil rejimlarni qo'yib olsak bo'ladi. Ushbu mashinamizda bu yerda panelda asosiy o'sha baland past qilish muzikani, konditsioner yoqish, undan keyin gibrid yoki elektr rejimiga o'tkazish funksiyasi bor. Mashinani o'zini yoqib o'chirish, avto hold va rejimlarni almashtirish oynachasi bor. Xo'p, endi yo'lga tushamiz. Ushbu mashinamiz 0 dan 100 gacha elektr versiyasi 7.9 sekund berilgan, u gibrid versiyasida bo'lsa 7.5 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'aladi deb berilgan. Mashinamizning rullari yetarli darajada yumshoq. Mashinamizda rulda asosiy ko'rinadigan panel bu o'sha musiqani baland-past qilish, telefonda gaplashish, mikrofon, bu yoqda 360 kamera. Keyin mana mashinamizda misol uchun ko'chada radarlar bor, hozir 60 dan oshib bo'lmaydi. Shunaqa payt tog'ga yoki oddiy yo'lda harakatlanayotganingizda ham mana bu yerda cruise control degan funksiyasi bor. Hozir misol uchun 50 tezlikda ketyapmiz. Buni bitta bosib, mana buni pastga qilaman bo'ldi. 53 tezlikni ushadi. Mana shu tezlikda mashinani o'zi ketaveradi. Mana bu tabloda ko'rsatsangiz bo'ladi. 53 endi -3 bilan mana 49-50 tezlikni o'zi mashina ushlab ketadi. Shimani bosmaysiz, o'zi ushlab ketaveradi. Tormozni bossangiz, avtomatik u rejimdan chiqib ketadi. Hujjatlarda berilishi bo'yicha ushbu avtomobil 100 kilometrga 3,1 litr benzin rasxod qilish kerak. Endi bu real sharoitda 5-5,5 larga borib qolishi mumkin. Hop, mashinaning yurishi yumshoq. Remen taqish uchun mana yonib qolibdi. Mashinaga umumiy yurish masofasi 1100 kilometr berilgan, 110 kilometr tokda, qolgani benzinda. Endi buni real sharoitda oladigan bo'lsangiz, menimcha 700-800 yurib berish kerak. Elektr o'zida endi 110 bergan bo'lsa, buni rovna yarmini o'lchaysiz, chunki mana hozir ham misol uchun konditsioner yoqiladi, agar qish bo'lib qoladigan bo'lsa, pechka yoqiladi. O'shani hisobga olgan holatda 100 kilometr любой mashinada ham rovna yarmi hisoblanadi. Mana bu nima kortej ketyapti? BMW, Merz, mana to'yayotgan ekan-a? Harom. Hop, keyin selektorda, elektromobilda selektor mana bu joylashgan edi, R'dagi mana bundan urilardi. Hozir bu mashinamizda bu mana bu joyga ko'chgan. Keyin mashinada avto hold funksiyasi bor. Bu mana buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun tormozni bosib turganingizda 2 sekundda o'zi mashina tormozga tushib oladi. Tormoz bosmasangiz ham mashina to'xtab turadi. Ya'ni bosganingizda 2 sekund bosib tursangiz bo'ldi, mashina to'xtab oladi, yurib ketmaydi. Bu avto holdni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, tormozni qo'yib yuborasiz, mashina harakatlanishni avtomatik boshlaydi. Mashinamizda har xil yurish rejimlari bor. Uni mana bu joydan o'zgartirsangiz bo'ladi. Bizda eko, norma, sport, qorda yuradigan rejim va eko rejimlari bor. Mashinamizning shu rejimlarni o'zgartirishingizga qarab razgon olishi yoki boshqa xususiyatlari almashadi. Mashina gibrid bo'lishiga qaramasdan, hop, shum izolyatsiyasiga keladigan bo'lsak, misol benzin rejimida ham mashinada motor ishlab turgani umuman ichkariga sezilayotgani yo'q. Keyin mana misol uchun svetofor turimizni biz hozir o'ngga qaylashimiz kerak. Mashinani razgoni yetarlicha tez, misol uchun manevr qilishingiz uchun ham bu oson. Mana hozir o'ng qo'lga o'tib buni ko'rsatib beramiz. Va mana hozir pоворотga kirib kelish. Misol uchun rulni bemalol bitta qo'lda mana qilsangiz bo'ladi. Rul yetarlicha yumshoq. Mashina gaz bosishingiz bilan o'zi razgon tez bo'lganligi uchun kerakli tezlikka yetyapti. Mana bu yoqdan chapga burilamiz. Rul kerakligidan ortiq ham yumshoq, rul yaxshi. Va mana bu sal qoldi nima bo'lishiga. Hozir endi mana hadovoyni siz bilan ko'ramiz. Afrosiyob ko'cha ekromimiz bu yerda do'ngaliklar ko'p. Shularda men o'zim o'tib hozirga nima his qilayotganimni aytaman. Siz o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun do'ngalik bor. Hop, do'ngalikdan o'zi kerakligicha yumshoq yaxshi o't beryapti. Hop, endi mashinamizni parkovka qilish jarayoni. Men opaga gapirib chiqib berar ekanman hozir. Hozir mana mashinamizni parkovka qilish jarayoni. Zo'rg'a joy topib oldik. Bunda 360 kamera bo'lgani hisobiga
parkovka qilishingiz ancha osonlashadi. Ha, bu ekrani ancha aniq ko'rsatadi. Ba'zi mashinalarda ozgina etki-betki olib qo'yadi agar bilsangiz. Bu mashinada mana bemalol orientirimizni olsak bo'ladi. Bitta qilib turib o'qib qo'ysak, orqaga qilsak mana avtomatik orqasi yonyapti, oldiga qilsak oldi yonadi. Bas mana parkovkani ham qildik. Agar siz Yuvanapni aynan plug-in gibrid yoki elektromobilni xohlagan mashinangizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Big Group sizga yordam beradi. Boshlang'ich atigi 20% to'lov bilan 60 oygacha bo'lgan muddatda sizga nasiya savdoga chiqazib beramiz. Eng zo'r tarafi, agar to'lov kuningiz kechikib qoladigan bo'lsa, to'lov kuni kelgan paytda to'lov qila olmaydigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqangi shtraf va peniyalar qo'llanilmaydi. Foydalanib qolish kerak. Sizni Big Groupning rasmiy ofisida kutib qolamiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga bitta like bosib qo'yishni unutmang. Agar videoni manfaatli deb biladigan bo'lsangiz, yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying va bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.